Assalomu alaykum hurmatli talabalar, hamkasblar. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi ishga yo'qimiz kasalliklar fanidan yurak va qon tomir tizimining kasalliklari. Demak, bu kasalliklar guruhi dolzarb shundan iboratki, nafaqat tibbiyotda, veterinariyada ham bu kasallik juda keng tarqalgan. Shuning uchun bugun ushbu ma'ruzani batafsil ko'rib chiqishimizga to'g'ri keladi. Ma'ruzamiz 4 ta savoldan iborat. Birinchisi tizimning asosiy funksiyasi, ikkinchisi tizim kasallik tasdiqlash sindromlari, uchinchisi perikardit kasallik to'g'risida to'xtalamiz va to'rtinchi savolimiz gidroperikardga bag'ishlangan bo'ladi. Demak, biz talabalar bilan qanday muloqotda bo'lamiz? Bu terminologiya xaritasi yozilgan. Demak, yurak qon tomiri tizimi qaysi funksiyani bajaradi? Bu tizim a'zo va to'qimalarni kislorod, suv, to'yib moddalar bilan ta'minlash hamda metabolizm mahsulotlarini organizmdan tashqariga chiqarib yuborish funksiyasini bajaradi. Biz juda yaxshi bilamizki, metabolizm mahsulotlari deganda karbonat angidrid, suv va boshqa chiqindi moddalar tushuniladi. Demak, bu tizimning kasallanishi uchun nimalar sabab bo'lishi mumkin? Bunga birlamchi sabablar borki, kuchli kontak shamollashlar. Buni siz mana biz birinchi marta eshityapmiz, kontak shamollashlar, ya'ni ko'krak qafasi, terisi, ko'krak qafasi, demak, bemalol o'sha sovuqqa, muzga, shiltaga tegib turishi kerak. Demak, mexanik shikastlanishlar oqibatida paydo bo'lishi mumkin. Demak, yurak va qon tomiri tizimining ikkilamchi kasalliklarining sabablariga nimalar kirishi mumkin? Ikkilamchi kasalliklar esa ko'pchilik yuqumli, yuqumsiz kasalliklar. Shunday yuqumli kasalliklarda hammasi yurak kasallangan. Yuqumsiz kasalliklar borki, hammasi yurak kasallanishi mumkin. Parazit kasalliklarda ham yurak kasalliklarini kuzatish mumkin. Demak, bu kasalliklar paytida, ya'ni ushbu tizim kasalliklar paytida qaysi belgilarni kuzatamiz? Bularni biz sindromlar deymiz. Demak, aritmiya, hansirash, siyanoz va shish. Bular qanday qilib kelib chiqadi? Bularni demak, kislorodga chanqoqlik, to'yimli moddalarga chanqoqlik oqibatida organizmda kelib chiqadi reflektor reaksiya natijasida avval hansirash, keyin siyanoz, aritmiya, oxirida esa ya'ni qon turbinligi oqibatida kelib chiqadigan shishlar bu kasalliklar guruhining asosiy